Salom, ismim Nodirbek, Avtopilot dasturining muallifiman. Dasturni yaratishimga soliq organlariga hisobot yuborishda kechiktirganligim uchun jarima to'laganligim sabab bo'lgan. Shunday dastur yaratayki, bu dastur brauzerda o'zi ishga tushib, soliq hisobotlarini o'zi to'ldirib, soliq organiga o'zi e-imzo kaliti orqali imzolab yuborsin degan maqsadni oldimga qo'yganman. Va qisqa muddat ichida buni osongina amalga oshira oldim. Shundan keyin boshqa ishlarimni ham, jumladan davlat xaridlaridagi faoliyatimni ham mana shu dastur orqali avtomatlashtirishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim va uzoq mehnatlardan keyin hozirda dastur professional ko'rinishga keldi. Hozirda Avtopilot 1.2 dasturi versiyasi ishlamoqda va bu dasturdan foydalanish bo'yicha umumiy 14 ta video tayyorladik. Bu birinchi video bo'lib, unda biz dasturni umumiy xususiyatlari, u qanday ishlarni amalga oshira oladi, undagi xavfsizlik, uning barcha imkoniyatlari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Dastur asosan davlat xaridlarida qatnashuvchi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan. Uning afzalliklari: birinchidan, bir nechta korxonangizni bir nechta davlat xaridlari saytlarida bitta dasturdan boshqarish imkoniyatini beradi. Dasturning ikkinchi eng afzallik tarafi bu qabul qilgan takliflaringizning buyurtmachisi kim ekanligini aniqlab beradi. Hozirda dastur jami qabul qilingan takliflarning 50-60% kim buyurtmachi ekanligini muvaffaqiyatli ko'rsatib bermoqda. Uchinchi afzallik bu qabul qilgan takliflaringizda narx berish paytida tovar uchun qancha narx taklif qilishni o'ylab boshingiz qotadi. Bu yerda biz shunday taxminiy yutiladigan narx degan ustun qildikki, bu ustunda qabul qilgan taklifingiz qancha narxga yutilishi mumkinligi to'g'risida sun'iy intellekt prognoz qilib beradi. Ya'ni yaqin kunlar ichida bo'lib o'tgan savdolardan mana shunga o'xshash tovarni topib, uni kim yutib olganligi, qancha narxga yutib olganligi to'g'risida sizga batafsil ma'lumot beradi. Dasturning bu xususiyatidan foydalanib, siz tenderda juda ham aniq narx taklif qilib, g'olib bo'lishingiz mumkin. Ya'ni juda ham narxni pastga tushirib, foydangizni kamaytirib yubormaysiz va juda ham qimmat narx berib, tenderda yutqizib qo'ymaysiz. To'rtinchi afzalligi, barcha qabul qilgan takliflaringiz shaxsiy kabinetingizda saqlanadi. Xabaringiz bor, UZEXda ham, XT xaridda ham qabul qilgan takliflaringiz tender tugashi bilan o'chib ketadi va siz keyinchalik ularni tahlil qila olmaysiz. Avtopilot dasturida esa siz qabul qilgan takliflaringizni keyinchalik o'tirib, qaysi lotda yutdingiz, qaysi lotda yutqazdingiz, nima uchun yutqazdingiz, bu to'g'risida batafsil tahlil qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari siz rejalarni, auksionlarni qulay qidirishingiz mumkin. Ya'ni sizning tovarlaringiz olinmoqchi bo'lgan reja grafiklar bo'yicha qaysi buyurtmachilar sizni tovaringizga o'xshagan tovarlarni xarid qilmoqchiligi to'g'risida osongina ma'lumot topsangiz bo'ladi. Auksionlarda ham xuddi shunday, barchasini ko'zdan kechirib, ko'z resurslarini, miya resurslarini sarf qilishingiz shart emas. Keyingi afzallik bu: agarda siz qabul qilgan takliflaringizni savdolar bo'limiga olsangiz, sizda bir nechta savdolarda qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana shu savdolar uchun sizga qancha garov summasi kerak bo'lishini dinamik tarzda avtomatik hisoblab beradi. Bu ancha vaqtingizni tejaydi va garov summangiz yetmay qolib, savdoda qatnasha olmasligingizni oldini oladi. Yana bir afzalligi bu avtomatik tarzda tovarlarni joylab berishi. Siz shunchaki chatga bir nechta tovar nomini yozasiz va sun'iy intellektni o'zi uni ma'lumotlar bazasidan topgan holda sizga tayyor qilib chiqarib beradi. Siz birgina tugmani bosishingiz orqali brauzeringizda ishga tushib, dastur brauzeringizni ochib, u yerda tovarlarni moderatsiyaga tanlagan korxonangizdan yuborib bera oladi. Dasturning keyingi afzalligi bu avtomatik tarzda tovar joylashtirish. Bu qanday bo'ladi? Siz shunchaki chatga bir nechta joylashtirmoqchi bo'lgan tovaringizni nomini yozasiz. Sun'iy intellekt sizga ro'yxat shaklida chiqarib beradi mana shu tovarlaringizni va siz tasdiqlashni bossangiz, mana shu tovarlar tanlagan korxonangizda brauzer o'zi avtomatik tarzda ochilib, rasm o'zi yuklanib, ma'lumotlar o'zi to'ldirilib, moderatsiyaga yuboriladi. Birdaniga ikkita birjaga, ham XT xaridga, ham UZEXga kabinetingizda moderatsiyada turgan bo'ladi. Keyingisi bu shartnomalar bo'lib, siz shartnomalar orqali
ularning holatini bilib turishingiz mumkin. Ya'ni ikkala birja saytlaridan ham qabul qilgan shartnomalaringizni qaysi biri to'landi, qaysi biri hali to'lanmadi, bular haqida ma'lumot olib turishingiz mumkin. Bundan tashqari kerakli shartnomani belgilab turib, unga qoralama hisob faktura shakllantirishingiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Shunchaki shartnomani belgilaysiz va qoralama faktura yaratni bossangiz, dasturning o'zi Didoxga kirib, kabinetingizda kerakli maydonlarni to'ldirgan holda qoralama fakturani saqlab qo'yadi. Siz shunchaki kirib, uni tekshirib, podpisat tugmasini bosib, ya'ni imzolashni bosib, uni yuborishingiz mumkin. Bundan tashqari, boya aytib o'tganimdek, u soliq hisobotlarini yubora oladi, buxgalteriyani amalga oshira oladi, ya'ni Didoxga kirish orqali barcha xarid qilgan tovarlaringiz, sotgan tovarlaringiz ro'yxatini shakllantiradi. Bundan tashqari, buxgalteriya bo'limidagi chatdan siz ma'lum bir vaqt oralig'ida ma'lum bir tovarni qancha summaga, necha dona sotganligingiz yoki sotib olganligingiz to'g'risida ma'lumot olishingiz mumkin. Dasturning oxirgi qismi bu QQSli tovarlar topish qismi bo'lib, ya'ni arzon va QQSli tovarlar. Siz agar QQS to'lovchisi bo'lsangiz va sizga QQSni zachotga olish kerak bo'lsa, unda mana shu turdagi tovarlarni arzon yetkazib beruvchilarni topib bera oladi. Sayt shunchaki chatga qaysi tovar kerakligini yozsangiz, chatda yetkazib beruvchining telefon raqamlari paydo bo'ladi va siz ular bilan bog'lanib, tovarni arzon narxga NDS bilan xarid qilishingiz mumkin. Dastur xavfsizligi. Dastur shunday ishlab chiqilganki, u e-imzoni kompyuteringizda turgan holda lokal tarzda ishlatadi. Ya'ni siz masalan birorta buxgalterga hisobotingizni yuborish uchun Telegramdan pfx faylda e-imzo kalitingizni tashlab berasiz, to'g'rimi? Bizning dasturimizda unaqa qilishga hojat yo'q. Sababi dasturning o'zi kompyuteringizda turgan holida ishlaganligi uchun hisobotlarni shu joy o'zidan jo'natadi va davlat xaridlaridagi ishlarni ham kompyuteringiz o'zida bajaradi va buning natijasida xavfsizlik kafolatlanadi. Sizni kabinetingizga hech qanday boshqa odamlar tarafidan kirish bo'lmaydi. Shu bilan dastur haqidagi kirish qismi videosi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qismda dasturni qanday qilib saytdan yuklab olish, uni o'rnatish va qanday qilib unga korxonangizni biriktirish to'g'risida gaplashamiz va buni kompyuterda ko'rsatib beraman.